Assalomu alaykum do'stlar, Workmall obunachilari, hammaga xayrli tong. Biz Isroil davlati Tel Aviv Azur shahridamiz. Xudo xolasa mana bugun 4-kun. Bizda hammasi yaxshi. Kakabechinda o'tyapti. Mana ob-havo quyoshli, ko'rishingiz mumkin. Hamma ishga ketgan, qilgan. Umid qilamanki, hamma mana shunaqa ko'tarinki kayfiyatda, hamma yaxshi. Mana ertalabdan mana soat 7. Hamma mashinalar mana ko'rishingiz mumkin. Ishga ketishyapti. Qancha joyga avtobuslar qana qatnovi bo'ldi. Hamma yoq yaxshi. Ko'pchilik so'rashdi, sizlarda qanaqa bomba ubeyishi, qanaqa sharoitli, qanaqa ko'rinishda deb qiziqishdi. Shunga hozir mana ko'rsataman. Bizning mahalladagi mana shunaqa kichkina yashirin joy deymizmi endi o'zbekchada, xavfdan yashirinish joyi. Mana shunaqa kirish temir eshiklar. Hop, bu yerda mana hammaga razvedka, lampalar, konditsioner, mana shunaqa maydagina xona помещение. Bunaqa turbalar bo'lgan, ya'ni havo filtr qiladigan. Men ko'p farqiga bormadim. Mana shunaqa oddiygina xona, shu o'tirishlar, shu mana shu yerda agar trevoga bo'lsa, mana shu yerga kelinadi, shu yerda o'tiriladi, shu yerda xavfsizroq nisbatan tashqariga qaraganda. Qaysidir joylarda undan kattaroqlari ham bor. Bu agar qattiqroq signal bo'lsa, bu ko'p qavatli domlar tagida bundan kattaroq bomba ubeyishi bor. Ya'ni xavfdan qo'riqlovchi xonami endi o'zbekchada shunaqa. Ya'ni tushundingiz. Xo'p, mana bizning o'sha mahalla, mana bu uylarda ham hammasini tagida, ya'ni maydagina xonasi bor. Ya'ni alohida beton qalinroq qilingan, temir eshik qo'yilgan. Shunaqa. Hozir uydagini ham ko'rsataman. Bu uydagi mana shunaqa temir eshiklik. Va yotishga joy qilingan. Mana bu yerda stulchalar. Xolodilnik, mana shunaqa temir oynalar bunaqa yopiladigan. Mana shunaqa maydagina xonacha. Bu har bitta uyda tagida bo'ladi ko'proq mashinalar. Bunaqa hovli uylarda demoqchiman. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Hozir men bu ko'p qavatli uydagi bombadan yashirinish xonasini ko'rsataman. Ya'ni o'zbekchasini nima qildim, esimga keldi. Hozir mana shu tagidagi bomba beyishini ko'ramiz. Mahallamizdagi magazinlar ham ishlayapti, produktoviy. Bu sal uzoqroq, bu nima? Ozgina masofa bor. Mana shunaqa mahallamiz. Mana ko'p qavatli dom, shuni yonboshida bu yerdan bomba beyishga kirib ketadi. Mana shu to'g'ridagi bomba beyish. Mana shu kirish eshigi mana shunaqa. Bu mana shunaqa pastga tushib ketishadi zinadan. Mana shunaqa temir eshiklar. Bu ham hozir qorong'i xona, svetini yoqamiz. Tashqari sveti. Odamlar uxlayotgan ekan, endi xalaqit bermaymiz. Endi ko'p kunduz kun bo'lganda. Mana shunaqa xona, qorong'i. Endi ko'p yosh bolali oilalar shu yerda qolishadi kechqurun tunda, ya'ni tepaga chiqib tushishlar noqulay bo'ladi. O'shanga shu yerda matras, ko'pa yostiq qilib shu yerda tunashadi kechqurun. O'shanga svet yoqib ko'rsata olmadim. Xullas shunaqa bomba beyishida. Xo'p, tashqaridagi quyoshli kun. Hamma yoq tinch. Hammasi yaxshi. O'ylaymanki, hammada mana shunaqa yaxshi. Hech qanaqa muammo yo'q, xudo xolasa.